dasturlashda suhbatda aldab bo'lmaydi. Suhbat olayotgan odam aniq suhbat berayotgan dasturchini darajasini aniq biladi. Kotlin eng mashhur tillarning eng kuchli tarafini olgan. iOS, Swift'dan o'zini sintaksisini olgan, Javadan olgan, Groovy'dan olgan, Pythondan olgan, yangi kirib kelayotgan junior darajasida, beginner darajadagi bo'lgan dasturchilardan ko'p ish topishda qiynalishadi. Chunki kompaniyalar unaqa dasturchilarni ishga olishni kamaytiradi. O'ylashadi ko'pchilik, men bo'ldi, men bitirdim, ish bo'lishi kerak menga. Go'yoki bir paytlar diplomim bor, menga ish naqd deganday. Unaqa emas. Assalomu alaykum. Biz dasturchilar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Avvalgi sonimizda biz backend dasturchisi Otabek Xudoyberdiyev bilan suhbatlashgandik. Bugun esa Uzumda senior Java dasturchisi Nasibulloh Yandashev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taklif qilganingiz uchun juda ham katta rahmat, tashakkur bildiraman. Uzumda senior dasturchi bo'lib ishlayman. Ismim Nasibulloh, tanishganimdan xursandman. Keling, birinchi qisqa o'zingizni tanishtirsangiz va IT ga qanday qilib kirib kelganingiz haqida gapirib bersangiz. Xo'p, men o'zi asli Namangandanman. IT ga birinchi kirib kelishimga sabab o'sha universitet davlaridan boshlangan. O'sha paytda olimpiadalarda qatnashib, dars davomida qiziqish bo'lib IT ga, shu bilan Java yo'nalishini tanlab, shu orqali kirib kelganman. U paytda sizni yaqinlaringiz qo'llab-quvvatlaganmi yoki yo'q, bu yo'nalish sanga emas degan holatlar ham bo'lganmi? Menda boshqacha bo'lgan. Yaqinlarim albatta qo'llab-quvvatlashgan, har doim ota-onam. Birinchi men texnikaga ko'proq qiziqardim, fizikaga, shu bilan birga informatika darsi bo'lardi. Shundan bu paytlar eski tillar bo'lardi, Pascal degan. O'sha orqali shug'ullanib qiziqishim bo'lgandan keyin uydagilarim qarshilik bildirishmagan. Shu orqali menga imkon bo'lgan shug'ullanishga, nima yo'lni tanlasam uydagilarim doim qo'llab-quvvatlashgan. Videoni dasturlashni endi o'rganayotganlar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ularga Java o'zi nima ekanligini sodda tilda tushuntirib bera olasizmi? Albatta. Java dasturlash tillaridan biri. Endi dasturlash tilini nima ekanligini tushuntirib o'tirish shart emas deb o'ylayman. Javada boshqa tillarga nisbatan farqini aytishim mumkin. Java boshqa tillarga nisbatan o'zini keng ko'lamli obyektga yo'naltirilgan standartlari bilan farq qiladi. Shu bilan birga ko'p sohalarda, ya'ni mobilniy dasturlarni yaratishda yoki web dasturlarini yaratishda yoki bo'lmasam qurilmalarga kod yozishda keng qo'llaniladi. Shuning uchun Java umumiy, universal deb olishimiz mumkin. Javani bir so'z bilan aytganda, hozirgi kunda eng kuchli zamonaviy tillardan biri deb ayta olaman. Java dasturchisichi? Java dasturchi o'sha Java tili orqali programmalar, ya'ni dasturlar yarata oladigan shaxs hisoblanadi. U orqali o'zini ixtiyoriy narsasini yaratish mumkin. Veb-saytlar yaratish mumkin yoki qanaqadir avtomatlashtirilgan tizimlar yaratish mumkin. Bank sohasida ishlash mumkin. Ko'p, juda ham sohalar ko'p. Java dasturchisi sifatida kim qaysi yo'nalishni tanlash o'ziga bog'liq. Java dasturchi bo'lib mobilniy dasturlarni yaratadimi yoki asosan backendda, ya'ni qanaqadir tizimlarni avtomatizatsiyalashtirish bilan yoki ularda nimadir qaysidir jarayonlarni boshqarish bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, uni tanlovi bo'ladi. Otabek backendga kirib kelganini frontend bilan bog'lab gapirib bergandi. Ya'ni men backendga kirishdan oldin frontend bilan shug'ullanganman, undan keyin backendga sekin-sekin o'tganman degandilar. Sizda bu qanaqa bo'lgan? Menda sal boshqacharoq bo'lgan. Men birinchi umuman frontend backend degan tushuncha bo'lmagan. Men paytda o'rgangan paytimizda web dasturchi degan tushuncha bo'lgan yoki mobil dasturchi degan tushuncha bo'lgan. O'zim ko'proq mobilga qiziqqanman. Lekin shunaqa bo'lganki, o'rganish jarayonida komandani ko'p qismi bolalar backendni o'rganish, ya'ni web dasturchilikni xohlashgan. Shu orqali o'zimga yoqmasa ham o'rganganman. Undan keyin shu bilan ham front ham backendda kod yozganman. Biz paytlarda shunaqa bo'lgan. U paytda web dasturchida ham front ham backend birga bilish kerak bo'lgan. Undan keyin bir necha yillardan so'ng bu narsa ikkiga ajralib ketdi. Ya'ni backend alohida, frontend alohida. Shundan keyin men backendga ko'proq yoqqani uchun o'tib ketganman. Java dasturlash tili bilan backend ishlab oladimi yoki frontend bu farq qilmaydimi? Hozirgi kunda farq qiladi, lekin umuman eski texnologiyalarni olib ishlatadigan bo'lsangiz, ko'p texnologiyalarni Java orqali ham frontendni yozsangiz bo'ladi, ham backendni yozsangiz bo'ladi.
bunga bir necha texnologiyalarni sanab o'tish mumkin. Hozirgi kunda lekin alohida backend o'zini yo'nalishi, o'zini texnologiyasi bor, frontend o'zini texnologiyasi bor. Demak, bu tilni o'rganib, frontendda ishlash masalasi qiyinroq bo'ladi. Yo'q, albatta, siz agar Java'ni o'rganadigan bo'lsangiz, albatta backendchi bo'lishingiz kerak. Java dasturchisiga bugun qaysi sohada talab ko'proq? Java dasturchiga talabni ko'p deyish aytadigan bo'lsam, asosan fintexlarda, ya'ni bank sohalari, pul bilan ishlanadigan ko'p sohalarda Java dasturchiga talab ko'proq. Shu bilan birga marketplace yoki o'yin yaratmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz ham, bu sohalarda ham Java dasturchiga talab ko'proq. O'yin ham yaratsa bo'ladi demak. Javada o'yin yaratsa ham bo'ladi. Nega aynan Javani tanlagansiz? Sizda boshqa variantlar ham bo'lganmi? Albatta, boshqa variantlar bo'lgan. Misol uchun, tezroq o'rganib, tezroq ish topish imkoniyatini beradigan tillar bo'lgan. Misol uchun, front-end texnologiyalari u paytda frontchi degan tushuncha bo'lgan. Albatta, uni vazifasi to'liq front-end bo'lmagan, faqat verska qilgan, ya'ni veb-saytlarni chizmasini chizishgan. O'shalarga o'tish imkoni bo'lgan. Undan tashqari boshqa tillar, misol uchun PHP degan til bor, bunga o'tish imkoni bo'lgan. Lekin men buni xohlamaganman. Men ko'proq, chuqurroq dasturlash ko'p sohasiga qamrab olgan tilni o'rganishni, ya'ni bularning ichida mashhurlaridan C#, Java o'sha paytlarda bo'lgan. Men Javani tanlashga qaror qilganman. Shu orqali Java kirib kelganman. Nega boshqa tilni tanlamagansiz shunda? Buni sabablari ko'p. Birinchidan, resurs bo'lmagan. Hozirgi kabi o'quv markazlar, tayyor kurslar bo'lmagan. Internetga dostup ham bunchalik oson bo'lmagan, qimmat bo'lgan. Menda mavjud bo'lgan variantlardan eng yaxshisi bu Java bo'lgan. Ya'ni menda resurs bor, o'rganishga imkoniyat bor. Shu uchun ham Javani ko'proq tanlaganman. Ham kuchli hisobdan, ham imkoniyatim bo'lgani uchun. Dasturlashga ilk kirib kelgan yo'llaringiz, qadamlaringiz haqida gaplashsak. Xo'p, dasturlashni maktab paytlarida boshlaganman. Bu nechinchi yil edi? 2008-2009 yillarga to'g'ri keladi. O'sha paytda maktablarda o'rgatiladigan dasturlash tili Pascal tili bo'lardi. U bilan bir nimani yasash juda ham qiyin edi. Boshlang'ich tushunchalarni bergan. Ya'ni dasturlash o'zi nima degan savolga javob bergan, nimalardir hal qilish mumkinligiga javob bergan. Shundan o'sha paytlardan kirib kelishni boshlaganman. Keyin bu yog'i universitet davri, universitetga kirgandan keyin davom etgan. Qaysi universitetga kirgansiz? Toshkent axborot texnologiyalar universitetiga 2013-yil kirganman. O'sha dasturlashga oid kompyuter injiniring yo'nalishida o'qiganman. Universitet davomida Javani o'rgandim, undan tashqari boshqa texnologiyalarni o'rgandim, keyin ishlashni boshlaganman. Dasturlash tilini TATUda va maktabda o'rganganingiz haqida gapirib berdingiz. Bu jarayonda sizga kurslar ko'proq yordam berganmi yoki oliy ta'limda olgan bilimlaringizmi? Ko'proq kurslar yordam bergan deb aytishim mumkin, chunki oliy ta'limda asosiy fanlarga yo'naltirilgan bo'lgan. Dasturlashni o'ziga yo'naltirish bo'lsa, unaqa kuchli bo'lmagan. O'shaning uchun o'zim darsdan keyin ko'proq kurslar, kitoblar o'qib, o'rganib, keyin kursga qatnaganman o'rganish uchun dasturlash tilini. Kurslar haqida gapirib bersangiz, u paytda qanaqa kurslar bo'lgansiz, qayerga borgansiz yoki mustaqil o'zingiz o'rganganmisiz maktabdan tashqari, universitetdan? U paytlarda hozirgidek kurslar, o'quv markazlar bo'lmagan dasturlash sohasi bo'yicha. Dasturlash sohasi unaqa mashhur ham bo'lmagan. Endi rivojlanayotgan bo'lgan O'zbekistonda. Xo'p, o'rganadigan odamlar qanday o'rganishardi? Ko'proq yo o'zini qobiliyati bo'lsa mustaqil, bu juda ham kam, yoki bo'lmasam davlatni shartnomasi bor edi. Toshkent axborot texnologiya universiteti bilan o'qitib berish bolalarni tekinga, shuni bitta o'sha joy bor edi. Unga ham kira olgan, kira olmagan yo'q. Qolganlar nima qilardi? Ish tajribasi yuqori bo'lgan dasturchilarni ko'chadan topib, ularga iltimos qilib, ular yo o'zini uyida yoki bir ofisda dars qilib o'tib berishgan, o'rgatishgan. Men ham xuddi shunaqa bo'lganman. O'zim o'rtog'im bo'lgan, uni darajasi, tajribasi yuksak bo'lgani uchun undan iltimos qilganman. Ikkita gruppa bo'lgan, общий. 12 kishi o'qiganmiz. Ya'ni meni gruppamda 6 kishi, boshqa gruppada 6 kishi. Oxiriga kelganda u gruppadan bitta, bu gruppadan bitta men qolganman. Qolganlar hamma chiqib ketishgan, tashlab ketishgan. O'ziga yarasha sabablar bo'lgan. Kimdir o'qishda muammosi bo'lgan, kimdir bo'lsa o'ylagan, yo'q, dasturlash menga emas ekan. Sababi juda ham tez o'tilgan darslar. Ulgurib qolish kerak, bilimni olib, yana qaytarib rezultat berishga to'g'ri kelgan. Shuning uchun ham qiyinchilik bo'lgan ko'pchilikda. Hozir dasturlash tilini qayerda o'rgangan ma'qul deb hisoblaysiz? Hozir
judayam ko'payib ketdi yo'llari. Agar dasturlash sohasidan umuman yiroq bo'lgan inson bo'lsa, men ko'proq oldin qiziqish uyg'otish uchun balkim o'quv markazlariga borgan yaxshi deb o'ylayman. U yerda to'liq baribir ishchi bo'lib chiqib ketish qiyin. Undan keyin ham o'zingiz ustida ishlashingizga to'g'ri keladi boshqa. Boshlang'ich bilimlarni olib, nimadir darajaga, beginner darajagacha chiqquncha, menimcha o'quv markazlari yaxshiroq deb o'ylayman. Undan keyingi yo'li agar o'zini ustida ishlashga qobiliyati yaxshi bo'ladigan inson bo'lsa, hozir sun'iy intellekt ko'payib ketdi. Unga savollar berib, unga misol uchun men uchun roadmap, ya'ni yo'l tuzib ber, qayerdan qayerga boraman deb o'zi uchun harakat qilsa bo'ladi. Bu ikkinchi yo'l. Shu ikkalasi yaxshi foyda bersa kerak. Sizga ko'proq amaliyot yordam berganmi yoki nazariya? Ikkalasi teng. Birinchi avvalo nazariyadan boshlaysiz. Chunki nazariyasiz amaliyotni qilish, nima deydi, yo'l bilmasdan tavakkalga harakat qilib ko'rishga o'xshaydi. Shuning uchun oldin nazariyani o'qib, keyin uni natijasida orqasidan amaliyotni bajarishni boshlaganman. Shu ikkalasini teng olib ketgan yaxshi. Boya kurslar haqida gaplashdik, kurslar haqida gapirib berdik. Kurslar juda ham ko'p, lekin ishga kirishlar juda ham kam. Buni sababi dasturlashni o'rganayotgan odamlarga nisbatan ish beruvchidagi ish soni kam, farq qiladi. Boring 10 ga 1 deb aytishimiz mumkin. O'shani hisobiga ham bo'ladi. Ikkinchidan keyin kurslarni bitirib chiqqandan keyin hamma ham kutilgandek dasturchi bo'la olmaydi. O'ylashadi ko'pchilik, men bo'ldi, men bitirdim, ish bo'lishi kerak menga. Go'yoki bir paytlar diplomim bor, menga ish naqd deganda. Unaqa emas. Shuning uchun kursni bitirdi degani doim ish naqdi bor, kelayotgan bitirgan zoti ishga kirib ketish mumkin degan narsani garantiyasini bermaydi, kafolatini bermaydi. Shuning uchun hozir ishga kira olmayotganlar shunga ham ko'p. Lekin bu degani o'quv markazlarini yomon o'qityapti deyish ham mumkin emas. Chunki u avvalo insonni o'ziga bog'liq. Qanday dasturchi bo'ladi, kim bo'lib chiqadi, o'sha narsadan to'liq foydalana oladimi, yo'qmi? Bu yerda men ko'rdim. Ertaroq Java kitobini ko'rdim. Siz qanaqa kitobni tavsiya berasiz? Bu ham yaxshi kitob. Asosan Javani boshlang'ich qismlarini to'liq o'rgatishga yordam beradi. Bundan tashqari boshqa tillar ham bor, Flutter bor, badiiy kitoblar ham bu yerda mavjud. Ko'rib o'qish mumkin. Asosan agar o'qib kitob bilan o'qishmoqchi bo'lsa, men Javani o'zining kompaniya, ya'ni Oracle ofitsialniy kitobini tavsiya qilgan bo'lardim. Bu yerda Oracle'ni Javani belgisi turibdi. Bu kitob ham yaxshi. Bundan tashqari Effective Java degan kitob bor. Bu beginnerlar uchun emas. Bu kitob junior yoki middle level darajaga chiqqanlar uchun o'qisa bo'ladi. Juda ham kitoblar ko'p. Misol uchun concurrency bo'yicha kitoblar bor yoki Javani chuqurlashtirilgan kitoblari bor. Lekin beginnerlar uchun to'liq tushunmoqchi bo'lsa, yoki veb-saytlar qulay bo'ladi, yoki o'sha Oracle'ni kompaniyani o'zini dokumentatsiyasidan o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ma'lum bir kitob yo'qmi, misol uchun endi boshlayotganlar bo'ladi, kodni endi yozishni boshlayotganlar yoki Java tilini mukammal o'rganmoqchi bo'lganlarga top 3 ta kitobni tavsiya qilasiz. Javani endi boshlayotganlarga Java for Beginners kitob o'qisa bo'ladi. Avtor esimda yo'q. O'zim ko'p ancha bo'lgan o'qiganimga. Undan keyin yana kitob qanaqa bo'lishi mumkin? O'sha Oracle asosiy dokumentatsiyasini tavsiya qilgan bo'lardim, saytini, veb saytini. Undan tashqari veb sayti bor. Hozir ishlayotgan bo'lsa kerak, javatpoint.com degan sayt bor. O'sha joyda nafaqat Java, barcha dasturlash tillari keltirilgan. Juda ham tushunarli sxemalarda, chizmalar orqali tushuntirib berilgan. Kitoblarga keladigan bo'lsa, Java for Beginners yaxshiroq deb o'ylayman. Undan keyingi darajaga qarab oshaveradi. Junior, middle, senior, lead, architect, ularning o'zining kitoblari bor. Sohaga endi kirib kelayotganlarda ko'proq nima qiyin bo'ladi? Ish topishmi, o'ziga ishonishmi? Menimcha hammada har xil bo'ladi. Ko'proq o'ylayman o'ziga ishonch. Chunki dasturlash sohasiga kirayotgan odamda tanlov juda ko'p bo'ladi. Nimani o'rgansam ekan degan tanlov bo'ladi. Agar Javani tanlaydigan odam bo'lsa ham, Java boshqa tillarga nisbatan hajmi katta bo'lgani uchun, ko'p resurslar bo'lgani uchun ko'p vaqt oladi. O'rganib to ishga kirguncha jarayon uzoq vaqt oladi. Shuning uchun ham ko'pchilik yarim yo'ldan qaytib ketish ehtimoli bor. Mening fikrimcha shu bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Nimaga yarim yo'lda qaytib ketadi deb hisoblaysiz? Chunki ko'p vaqtini sarflab qo'yadi, rezultat, ya'ni natija ko'rmaydi ishidan. Hali qachon ishga kiraman degan o'ziga demotivatsiya oladi yoki bo'lmasam to'g'ri ustoz tanlay olmaydi yoki resurs tanlay olmaydi. Shuning oqibatida boshqa osonroq, tezroq bo'ladigan yo'nalishga o'tib ketadiganlar ko'p bo'lgan. Hozir ham menimcha shu narsa ko'pchilikka to'siq bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri ustoz tanlash haqida gaplashsak.
ustoz tanlaganda qanaqa har doim ham dasturlash tilini ustoz bilan o'rganishmaydi. Kimdirlarda qobiliyat bo'ladi. O'zida, ya'ni video kurslar orqali YouTube'da yoki boshqa resurslardan olib, Udemy'dan kurslarni foydalanib o'rganish mumkin, dasturchi bo'lish mumkin. Ustoz tanlab kimgadir shogird tushib uni o'rganadigan odamlarga bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda ustozni o'zini malakasiga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. U qayerlarda ishlagan, qanchalik ish darajasi, tajribasiga ega, shulardan kelib chiqib ustozni to'g'ri tanlansa, bu narsa tezroq va yaxshiroq natijaga erishishga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi ishni qanaqa qilib topgansiz? Universitet paytidan boshlab ishlaganmisiz? Ha, universitet davomida u paytda 3-kursning o'rtalari edi. 3-kursda o'qiyotgan paytim. Javaga o'rganishni boshladim. Ustozim, o'zimni o'rtog'im Mirjalol Bahadirov o'rgatgan ko'p narsani. U o'zi firma ochgan, MChJ qilib, o'zini ishxonasiga ishchi sifatida, ya'ni ish o'rganuvchi sifatida ishga olgan. O'sha joydan boshlaganman birinchi ishim. U yerda taxminan 1 yilcha ishlaganman. Ish opit olganman. U yerdan keyin boshqa ishxonaga, ya'ni u paytlarda hozir ham bor, DataSite Technologies degan kompaniya bo'lardi. U Toshkentdagi eng katta IT kompaniyalardan bittasi edi. O'zbekistondagi desak ham bo'ladi. O'sha yerda keyin ishimni davom ettirganman. Universitetni bitirganimdan keyin bo'lsa, boshqa ishxonaga o'tib ketganman. Junior bo'lib boshlaganmisiz? Birinchi o'rinda intern bo'lib ishxonada startup kompaniyada boshlaganman. O'sha o'rtog'imning firmasida aytsam bo'ladi. Undan keyin junior darajasida DataSite'da ishlashni boshlaganman. Xalqaro kompaniyalardachi? Xalqaro kompaniyalarda Exadel'da ishlaganman. Innovia Group'da ishlaganman, Shvetsiyaning kompaniyasi. Keyin Rossiyani Diasoft kompaniyasi bor, Sberbank. Undan keyin yana qayerda ishim mumkin? Amerikaning ba'zi bir kompaniyalarda ishlaganman, Luxoft degan kompaniyada ishlaganman va ko'p juda ham. Nechinchi yillardan boshlagansiz birinchisi? Birinchisi Exadel'dan boshlaganman. Exadel'da adashmasam 2020-yil edi shekilli, esimdan chiqmasa, ish boshlaganman. Maktabni bitirgandan keyin, misol uchun dasturchi bo'lmoqchi bo'lsa, nima sababdan aynan Java'ni tanlash kerak? Xo'p, bu yerda faktorlar juda ham ko'p. Avvalo qiziqishga qarash kerak. Kimdirlar Java'ni tanlashi mumkin, qiziqishi bo'lmasligi mumkin. Unda qiynaladi baribir yo'lning o'rtasida. Java'ni tanlashga asoslardan biri nimani ko'rsatishi mumkin? Boshqa tillarga nisbatan ko'p bazaga ega, ko'p yo'nalishlarga ega bo'lgani uchun hamda ish topishga imkoniyat boshqa tillarga nisbatan hozirgi bozorga qaraydigan bo'lsak, ko'proq bo'lgani uchun, osonroq ish topgani uchun Java'ni tanlash kerak deb o'ylayman. Ko'pchilikning orzusi xorij kompaniyalarida ishlash bo'ladi. Nima sababdan siz u yerdan ketib, o'zimda ishlashni tanladingiz? Xo'p, bunga sabablar ko'p. Oldin xorij kompaniyalarida ishlaganimning sababi ko'proq uydan ishlashga imkoniyati ko'p bo'lardi. Undan tashqari, ularda ish topish, ularning ish sharoiti, hammasi, darajasi juda ham yoqqani uchun ularda ishlaganman. Vaqt o'tib nima bo'ldi? Siyosiy vaziyatlarga kelgan holatda qaraydigan bo'lsak, ko'p kompaniyalar, xorij kompaniyalari ishchi sonini qisqartirishni boshlashdi. Ishlar yopilishni boshladi, ko'p ish o'rinlari. Undan keyin O'zbekistonda boshqa firmalar paydo bo'lishni boshladi, yangi, misol uchun Uzumni oladigan bo'lsak, Uzum O'zbekistonda ochildi. Birdaniga hype bo'lib, ko'p narsaga ishchilarni ko'p olishni boshlashdi. Uzumda ko'proq ish sharoiti, ish jarayonlari, ishchilarni tajribasi, bu narsalar ko'proq qiziq tuyuldi. Boshqa kompaniyalarga nisbatan Uzumda o'sishni ko'proq ko'rganim uchun Uzumni tanladim. Boshqa kompaniyaga solishtiradigan bo'lsak, bizda masalan O'zbekistonda bor Super Dispatch yoki EPAM yoki bo'lmasam Exadel kabi kompaniyalar va undan boshqa kompaniyalar ham mavjud. Exadelda ishlaganman. Bir paytlar, lekin undan keyin chiqib ketganda Uzumda hozir o'sish juda ham zo'r. Dasturchilarning o'rtasida ham live codinglar, kod hublar, har xil tanlovlar, ya'ni qilingan ish faqatgina qilinibgina qolmasdan, u o'ta ham sifatli darajada, yuqori darajada yetkazib berish uchun harakat qilinadi. Shuning uchun ham Uzumda men o'zimga ko'proq perspektiva, kelajak ko'rganim uchun ham shu sohada Uzumda qolishga qaror qildim. Xorijdagi xalqaro kompaniyalar bor, misol uchun Amazon, Google kabi kompaniyalarga ishga kirishda suhbat jarayonlari bo'ladi, to'ta 5 bosqichda amalga oshiriladi. Bizda bu jarayon qanday?
Bizda farq qiladi albatta. Amazon yoki Google yoki shunga o'xshagan kompaniyalar bular dunyodagi yetakchi kompaniya hisoblanadi. Ularning o'ziga yarasha kuchli talabi bor. Misol uchun Google yoki Amazonni oladigan bo'lsak, avvalo birinchi ish beruvchi ishchini topadi, uni kuzatadi, o'rganadi, kuchli algoritmik bilimga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Kirish uchun ingliz tilingiz yaxshi bo'lishi kerak bo'ladi. Shu kabi etaplar bor. 4 yo 5 etapda bo'lishi mumkin. Bizda bo'ladigan bo'lsa, odatiy, ya'ni har doimgi odatiy kompaniyalardek asosan 3 ta nima deyish mumkin. Birinchi ish beruvchi ishchini topadi, bilan gaplashadi, to'g'ri keladimi, yo'qmi. Ikkinchisi ya'ni uni bilimlarini tekshirish, ya'ni 1 soatdan 3 soatgacha bo'lishi mumkin suhbat, ishchi bilan, dasturchi bilan suhbat. Live coding bo'ladi, uning ichida boshqa narsalar bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa, ish beruvchi asosiy kompaniyaning egasi yoki qanaqadir lavozimdagi shaxs bilan ishga tayyorlov, ya'ni oxirgi komissiya jarayoni bo'ladi. 3 etapdan iborat bo'ladi. Lekin ba'zi kompaniyalarda bu narsa qisqaroq va ko'proq 2 etap yoki 4 etap yoki 5 etap bo'lishi mumkin. Ko'pchiliklar ba'zi kompaniyalar test proyektlar berishadi bajarish uchun, live codingga alohida qilishadi yoki arxitekturaviy savollar uchun boshqa yana bitta suhbat tayinlashadi. Shu kabi bo'lishi mumkin. Sizni Uzumga kirganingizda qanday bo'lgan bu? Uzumda odatda 3 etap bo'lgan. Birinchi HR, ya'ni ish beruvchi topgan, ma'qul bo'lib to'g'ri kelgan, unga menga ish, undan keyin asosiy suhbat bo'lgan, ya'ni bilimimni tekshirish bo'yicha. Uchinchi etap bo'lsa, men aytganimdek, o'sha komissiya bo'lgan. Uzumda ish beruvchi bilan gaplashib, to'g'ri kelamanmi yo'qmi tekshirishgan. Shu 3 etap. Suhbatda qanday savollar berilgandi sizga? Misol bilan tushuntirib bera olasiz? Suhbatda har xil savollar beriladi. Misol uchun darajangizga qarab, misol uchun senior yoki lead yoki middle bo'lishi mumkin. O'shanga savollar berish mumkin. Javaga oid savollar, misol uchun o'shadan biri misol uchun mikroservislar arxitekturasi qanday quriladi, qanday kommunikatsiya qiladi, Kafka qanday ishlaydi kabi texnologik savollar beriladi. Siz senior bo'lib kirgansiz, demak savollaringiz ham nisbatan qiyinroq bo'lgan. Albatta. Juniorlarda farq qiladimi ularda? Juniorlarda ularga mos, ya'ni o'rgangan bilimidan kelib chiqib savol javob qilinadi. Middle'da o'ziga yarasha darajasidan kelib chiqiladi. Ba'zi kompaniyalar boshqacharoq savol javob qilinadi. Umuman ularda beriladigan savollarni ro'yxati bo'ladi, savol beriladi. Savoldan u dasturchi oxirida yo junior, yo middle, yo senior bo'lib chiqishi mumkin. Berilganidan oxiri hisob-kitob qilishadi. Komissiya suhbat qilayotganda ko'pincha tajribalari haqida ham so'raydi xodimlardan. Tajribasi borlar albatta bu bosqichdan o'tadi, lekin tajribasi yo'qlar bor. Misol uchun oliygohni bitirib, kursni bitirib, ishga kirmoqchi bo'lsa, birinchi so'raladigan narsa bu tajriba. Tajribasi yo'qlar nima qilish kerak? Tajribasi yo'qlar to komissiyagacha kela olmaydi, bu aniq. Birinchi o'rinda HR o'zidan filtrdan o'tisha olmaydi deb o'ylayman. Tajribani oshirish uchun nima qilish kerak? Eng avvalo yaxshi o'rgangandan keyin dasturlash tilini mustaqil loyihalar qilishga harakat qilib ko'rish kerak. Ya'ni bir nechta iloji bo'lsa, tekinga bo'lsa ham ishlab ko'rish kerak, kimdandir sherik bo'lib bilim olish uchun. Undan keyin birorta ish ko'rib, juniorlarga bo'lgan pozitsiyalar ochiq bo'ladigan bo'lsa, ishlarga apply qilish kerak, harakat qilish kerak. Ishga birinchi ishini topgandan keyin bo'ldi yo'q ketadi. Lekin birinchi ishga qachon qiyin albatta. Uni eng yaxshi yo'li o'zini ustida ko'proq ishlash, shaxsiy loyihalarini yaratish va kimlargadir tekinga ishlash. O'zini tanishi bo'lishi mumkin, undan o'rganib qanaqadir loyihada qatnashishi mumkin, startaplarda. Bu foyda beradi lekin. Ko'plab kompaniyalar stajyorlarni olishadi va ularga ish o'rgatgandan so'ng o'zligida olib qolishga harakat qilishadi. Bu jarayon Uzumda ham bormi? Uzumda ham bor albatta. Faqat hamma sohada emas, vaziyatga qarab, talabga qarab, qaysidir yo'nalishlarda, misol uchun Java yoki boshqa til bo'lishi mumkin. O'shanga qarab stajyorlar olish bo'yicha ochilgan bo'lishi mumkin pozitsiyalar. O'shanda olinadi. Agar pozitsiyalar yopiq bo'lsa, yo'q, unda kutish kerak bo'ladi. Qanaqadir paytlar har doim ochiq emas. Vaziyatga qarab pozitsiyalar ochiladi O'zimda ham. Stajyorlar yoki junior darajadagi dasturchilarni ishga olinadi. Java dasturchisini karyerasi odatda qanday bosqichlardan iborat bo'ladi? Java dasturchining karyerasi, nafaqat Java dasturchini, umuman dasturchining karyerasi hamma darajada, ya'ni ingliz tiliga o'xshab ham, misol uchun darajalarni aytadigan bo'lsak, darajalari bor o'zini belgilangan: beginner, junior, middle, senior va ketaveradi shu hokazo. Misol uchun lead, architect, solution architect darajaga qarab chiqib ketaveradi.
Qanday qadamlar bilan uni tezlashtirish mumkin? Misol uchun, beginnerdan senior darajasiga qanday qilib tez chiqish mumkin? Birdaniga sakrab chiqib bo'lmaydi albatta. Buning uchun vaqt kerak va tajriba kerak. Shuning uchun ham ko'p agar ko'rishgan bo'lsa, ko'rishsangiz, misol uchun ham ish beruvchi o'zida e'londa, vakansiyada juniorga yilini yozib qo'yishadi, misol 3+ yoki 5+ yil qilib. Chunki opit ish darajasi, tajribasiga ega bo'lmagan odam birdaniga darajasini oshira olmaydi baribir. Ming nazariya o'qimasin, baribir amaliyot o'z o'rnini, gapini, so'zini aytadi. O'shaning uchun darajasini, ya'ni level up qilishni, darajani oshirishni yo'li o'ylaymanki, o'zini ustida ko'p ishlash, yaxshi proyektlarda, ko'p rang-barang har xil proyektlarda qatnashish, qiyin muammolarni hal qilishga intilish. Shu orqali o'zini charxlashi mumkin. Hamma sohada ham shunaqa deb aytish mumkin. Demak, sakrash mumkin emas. Sakrab o'ta olmaysiz. Middledan seniorga o'tadi, albatta vaqti bilan, lekin beginnerdan seniorga o'tib bo'lmaydi, albatta, nelogichniy bo'ladi. Qancha vaqtingiz ketgan beginnerdan senior darajagacha? Necha yil? Senior darajaga chiqquncha где-то 4 yil. Taxminan 4 yil. Har misol uchun middlega 1 yil. Yo'q, unaqa gap yo'q. 4 yilga to'g'ri kelyapti. Belgilangan anonga to'g'ri gap yo'q. Aynan siz 4 yilda senior bo'lasiz yoki 10 yilda degan narsa yo'q. Odam o'ziga qarab. O'shaning uchun taxminan minimal srok, minimal vaqt bu 3 yil seniorgacha. Eng tez bo'lgan. Ya'ni to'xtovsiz ishlash kerak-da, to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha. Endi odam o'ziga ham bog'liq-ku. Bir inson seniorga 6 yilda chiqishi mumkin, keyingi odam 4 yilda chiqishi mumkin. Olish qobiliyatingizga ham bog'liq-da. Dasturchilar darajasiga qarab qancha maosh olishadi? Bu har xil kompaniyada har xil bo'lishi mumkin. Dasturchining darajasiga ham farq qiladi. Misol uchun dasturlashda odatda darajalar qanaqa? Junior, middle, senior deb aytaylik, lekin o'rtadagi darajalar ham bor. Middle plus, senior plus, lead va hokazo. Xo'p, misol uchun kompaniyani holatidan kelib chiqib, tashkilotni o'zgaradi. O'rtacha aytishim mumkin, misol uchun junior darajasidagi dasturchi 10-15 million o'rtasida olishi mumkin, eng ko'pi bilan. Bo'lmasam shu 10 milliongacha odatda olishi mumkin. Middle darajasiga chiqqan dasturchi bo'lsa, 30 milliongacha oylik olishi mumkin O'zbekiston holatida. Senior bo'ladigan bo'lsa, 30 dan tepa, 30 va 50 orasida oylik olishlari mumkin. Bu sifrlar, ya'ni raqamlar bu aniq emas. Ish beruvchilarga kelib, bundan ko'proq va bundan kamroq bo'lishi mumkin. Dasturchini odatiy ish kuni qanday boshlanadi? Sizda qanday odat? Dasturchini odatiy ish kuni qanday bo'ladi? Albatta, ishga yetib kelish bo'ladi. Ishga yetib keladi, undan keyin nima qilish mumkin? Asosan ish uchun kerak bo'lgan qurilmalaringizni olib ish uchun tayyorlaysiz. Notebook, ulanadi tarmoqqa, setga, internetga, misol uchun kechaga qolgan. Odatda menda qanday bo'ladi? Kechaga qila olmagan ishlarimni bugun ko'rib chiqaman. Birma-bir o'tib chiqaman. Nimalar qoldi, qaysi etapda qoldi va toki daily, ya'ni har kuni bir marta jamoa bilan birgalikda yig'ilish bo'ladi. Bu yerda kim nimani qila oldi, nimaga qila olmadi, qanaqa muammoga duch keldi, sinxronizatsiya qilishadi. O'sha jarayongacha men o'zimni statusimni tayyorlayman. Ya'ni ishim bo'lsa yakunlayman, ishim agar qila olmagan bo'lsa muammoyimni aniq qilib yozib qo'yaman. Bu yerda xonalarni ko'ryapman. Sizga savol, siz kimlar bilan birga ishlashingizga to'g'ri keladi? Misol uchun, backendchi product manager bilan ishlaydi. Siz ham xuddi shundaymi? Backendchi odatda Uzumda qanday bo'ladi? Bizda backendchi odatda ko'proq team lead bilan ishlaydi. Team lead va jamoa bilan, ya'ni jamoani qolgan o'zimga o'xshagan razraботchiklar bilan, dasturchilar bilan ishlaymiz. Xo'p, undan tashqari bu yerdan biznesdan odamlar bo'lishi mumkin, biznes analitik, sistema analitiklar va misol uchun qanaqadir live coding yo boshqa bo'lishi mumkin. Unda umuman komanda hamma ishchilar yig'iladi. Unda hamma bilan ishlaysiz, lekin asosan qismi jamoa va team lead bo'ladi. Ishingizda qanaqa muammo va qiyinchiliklarga duch kelasiz? Hamma kasbning o'zining qiyinchiliklari bo'ladi. Misol oladigan bo'lsak, kundalik qilinadigan ishlarda muammolar kelib chiqishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ularni albatta ish davomida hal qilib ketiladi. Boshqa qiyinchilik aytarli bo'lmaydi. Bitta misol bilan tushuntirib bering. Aniq misol uchun men qayerdadir xato qilganman, nimadir bo'lgan. Misol uchun berilgan vazifani ba'zida to'g'ri tushunmay qolish mumkin. Ba'zida oxirigacha aniqlamasdan muammoni ishni boshlab o'z vaqtida ulgurmaslik mumkin. Menda shunaqa vaziyat bo'lgan. Menga vazifa berishgan. U juda ham qiyin bo'lgan. Men uni to'g'ri taqsimlamaganman, vaqtini aniq baholamaganman.
o'shani hisobiga belgilangan vaqtdan o'tib ketib qolgan vazifa. Keyin bu menga negativ kelgan, chunki men vazifam uni to'g'ri baholash edi, vaqtda topshirish edi. Shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi, lekin juda ko'p emas, juda kam redki, bir bo'lib turishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda qanaqa yo'l tutasiz? Bunaqa vaziyatlarda avvalo jamoani, ya'ni team leadni ogohlantirishdan boshlayman. Ya'ni nima qilaman? Shu vaqt tugayapti, men ulgurmadim, men ko'rmagan ekanman buni, muammoni kattaroq boshqa qismini. U team lead uni ko'radi, vaziyatni to'g'ri tushunadi va vazifalar bilan vazifalarni keyin to'g'ri taqsimlashni boshlaydi. Misol berilgan vazifani 2 ga bo'lishi mumkin, 3 ga bo'lishi mumkin. To'g'ri o'z vaqtida tugatish uchun. Boshida qanday xatolarga yo'l qo'yganingiz haqida gapirib bera olasizmi? Eslaysizmi? Birinchi ishga kirgan paytingizda qanaqa xato qilgansiz? Birinchi ishga kirgan paytimda albatta xatolar bo'lgan. Misol uchun kommunikatsiya bilan xato bo'lgan, ya'ni jamoa bilan bog'lanish, kim bilan ishlash, kimga murojaat qilish, shu kabi xatoliklar bo'lgan. Endi onboarding qismida hammada ham bo'lib turadi ba'zi savollar, boshqalar. Undan keyin o'tib ketadi u jarayonlar. Qaysi vazifa yoki loyiha sizni esingizda qoladigan loyihalardan biri bo'lgan deb o'ylaysiz? Umuman esimda qoladigan aytadigan bo'lsam, men o'zimga juda ham katta bir sistema, tizim berilgan, yaratish. Odatda YouTube ga o'xshagan platforma bo'lgan, live streaming bilan ishlash bo'lgan. O'shani yaratish jarayoni ko'p vaqt olgan. Ya'ni meni ish darajam, qobiliyatim u paytda yuksak bo'lmagan, junior darajasida dasturchi bo'lganim uchun qiynalganman. Lekin platformani yurg'izganmiz, ishga tushirganmiz, adaptive stream, real time'da misol uchun o'zgarish, videoni kачествоsi shunga o'xshagan narsalarni qilganimda, birinchi o'zim shu produktni ishlatib ko'rganimda juda ham xursand bo'lganman. Qiyinchilik bo'lgan bo'lsa ham, natijasi yaxshi bo'lgani uchun shuncha qiyinchiliklar boshqalar chiqib ketgan, ko'rinmagan. Qaysi xatoyingizdan xulosa olgansiz? Misol uchun, keyinchalik ham mana shu xatoni qilmayman yoki mana shu narsa sizga motivatsiya bo'lgan keyingi qadamlarni qo'yishga. Xo'p, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Bu narsa dasturlashda o'zida bo'lishi mumkin, ya'ni noto'g'ri yo'nalishga ketib qolish yoki demotivatsiya bo'lish. Shulardan bittasi menda qanaqa bo'lgan? O'rtada qanaqadir muddat komfort zonaga tushib qolganman. Ya'ni o'z ustimda ishlashdan to'xtab qolganman. Bir necha yil faqat bir xil darajada ishga boraman, kelaman, hech narsa o'rganmayman-da, ish qilaman bo'ldi. Dasturchi bunaqa bo'ladigan bo'lsa qotib qoladi, o'smaydi. Keyin buni atrofimdagilarga qaraganimda, solishtirganimda sezganman, ortda qolib qotib qolganim. O'sha narsa xatoyim bo'lgan. O'zim rivojlanishimda, karyeramda shu narsalarni qayta qilmaslikka harakat qilaman hozir. Dasturchida yana qanaqa ko'nikma, bilim bo'lish kerak fazilatlar? Dasturchida avvalo mantiqiy fikrlash kuchli bo'lish kerak, hamda sabr bo'lish kerak. Chunki sabrsizlik bilan dasturchi bo'lish qiyin. Bir muammoni hal qilishingiz uchun ko'proq vaqt talab etishi mumkin, ko'proq sizdan mehnat talab etilishi mumkin. Bunga albatta sabr kerak. Sabr hamda muammoni hal qilish uchun bo'lsa, mantiqiy fikrlash kuchli bo'lish kerak. Ya'ni bir vaqtni o'zida bir necha yo'nalishlarda parallelni o'ylashga to'g'ri keladi. Shu yo'ldan qaysi biri to'g'riligini hal qilish, ya'ni bilishingiz uchun. Shuning uchun ham ikkita narsa, sabr va mantiqiy fikrlash kuchli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ish jarayonida orttirgan biror bir ko'nikmalaringiz bormi? Misol uchun, mana shu narsani men ish jarayonida o'rgandim, menda ko'nikma paydo bo'ldi degan. Ko'p narsani orttirasiz, albatta. Ish jarayonida har xil kompaniya bilan ishlaysiz, har xil muhitda ishlaysiz. Jamoa bilan kommunikatsiyani o'rganish mumkin, to'g'ri, chiroyli, yaxshi kod yozishni o'rganish mumkin, yangi texnologiyalarni ishlatish, proyektlarda, ya'ni qanaqa tajriba olish, qanday proyektlarni relizga chiqarish, hamda klientlar bilan qanaqa ishlash, muomala, shunga o'xshagan va ho'kiz narsalarni o'rgansangiz bo'ladi. O'zbekistonda Java dasturchilarini qanday baholaysiz? Bizda qanaqa ketyapti bu jarayon? Bor, O'zbekistonda ko'p kuchli dasturchilar bor. O'zbekistonda o'sishga keladigan bo'lsak, o'sish oxirgi yillarda, oxirgi 5 yil oladigan bo'lsak, juda ham yaxshi deb bilaman. Ungacha dasturlash sohasi sekin o'sgan O'zbekistonda. Jahon bo'yicha ham shunday deb olish mumkin. O'zbekistonda aynan bizda oxirgi 5 yilda juda ham shiddat bilan o'sdi deb ayta olaman. Yangi kompaniyalar kirib keldi. Dasturchilarni soni ko'payishni boshladi, sifati yaxshilanishni boshladi, chunki yaxshi ishxonaga kirish uchun ko'proq mehnat talab qilinadi.
ko'proq o'zini ustida ishlagan bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham dasturchilar ham sifati ham oshdi, soni ham oshdi deb o'ylayman. Aha, dasturchilar sonining oshib borishiga, misol uchun o'quv markazlari bor, keyin oliy ta'lim muassasalarini bitirib keladigan bolalar bor. Shuni hisobiga ham juda ham ko'payib ketadi. Bu salbiy emasmi? Ya'ni ko'paygani yaxshimi yoki? Yo'q, salbiy deb o'ylamayman. Sababi qancha ko'p yangi dasturchilar ko'paygan sari ularga nisbatan talab ham ish ham oshib boradi. Misol uchun to'g'ri, ba'zi holatlarda ish o'rni kam, ishchilar ko'p bo'lishi mumkin. Bu yerda endi raqobat bo'lishni boshlaydi. Ya'ni kim ko'proq, kuchliroq, ko'proq bilimga ega, yaxshiroq ish ko'rsata oladi, o'zini ustida ko'proq ishlagan dasturchilar albatta ishni osonroq topishi mumkin. Unday bo'lmaganlar esa qiynalishadi ish topishda. Bu yerda raqobat har doim sifatni keltirib chiqaradi. Ya'ni raqobat qilish kerak. Albatta bu sifatni yaxshilashga yordam beradi deb o'ylayman. Hamma ish topishi mumkin. Aynan bir kishiga misol uchun ish topilmadi yoki bo'lmadi degan narsa yo'q. Sabr va harakat bilan. Kim o'zini ustida ishlaydi, harakat qiladi, bu kompaniya bo'lmasa boshqa kompaniyada ishni topish mumkin. Raqobatdosh dasturchi bo'lish uchun qanaqa bilim va ko'nikma kerak bo'ladi? Raqobatdosh bo'lish uchun ajralib turadi mana shu odam suhbatlarda. Unday bo'lish uchun odam o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Ko'proq opit olish kerak, ya'ni tajriba olish kerak. Har xil kompaniyalar bilan ishlab ko'rish kerak. Turli xil, misol uchun bir ishxonaga kirdingizda, o'sha joyda agar sizda komfort zona bo'lsa, u yerda dasturchi o'smaydi. Komfort zonadan chiqish kerak. Ko'pchilik O'zbekistonda komfort zonaga o'tirib qolgan. Ko'p ishchilar Yevropadan yo boshqa joydan ish olinadigan bo'lsa, ularda qiyinchilik bo'ladi. Suhbatni o'zida уже yiqilishadi. Chunki suhbatga tayyorgarlik bu alohida mavzu, u yerga kirgandan keyin ishlash bu alohida mavzu. Raqobatdosh bo'lishi uchun, kuchli dasturchi bo'lishi uchun har taraflama ham amaliy darajasini, tajribasini oshirish kerak bo'ladi, ham nazariy tajribani oshirish kerak. Ko'proq nazariy o'qib turib, ikkalasini teng olib ketish kerak. Aynan qaysilar, misol uchun qaysi tilni bilish kerak yoki qanaqa ko'nikma bo'lishi kerak? Misol uchun kurashuvchan bo'lishi mumkin. Aniq misollar bilan aytib bera olasizmi? Yoki dasturlash tillarini qaysilarini bilish kerak bo'ladi? Dasturlash tillarini, asosan biz hozir Java haqida gaplashayotgan bo'lsak, dasturlash tillarini umuman bozorga qaraydigan bo'lsak, hamma tilda o'ziga yarasha talablari bor. Shulardan ko'prog'i hozirgi kunda Java bo'lgani uchun, endi buni o'ziga yarasha sabablari bor. Java bo'lgani uchun ko'pchilik Javani o'rganib, shu sohada ishga kirishga harakat qilishadi. Xo'p, raqobatdosh bo'lib, kuchli bo'lishga qo'yiladigan qadamlar o'ziga yarasha. Birinchi o'rinda o'zini ustida ishlash degan nima degani? O'zini yozgan kodini qayta ko'rib chiqish, birovlarning kritikasini to'g'ri qabul qilish va boshqa dasturchilar, ya'ni O'zbekistondanmi yo boshqa yoqdan bo'lgan dasturchilarning ishini doim kuzatib borish. Yangiliklar bilan doim hamnafas bo'lish, ya'ni nima yangiliklar chiqadi dasturlash sohasida o'rganib borish, qiziqish. Shu orqali o'zini ustida ko'proq ishlash mumkin. Ko'proq toza kod yozishga harakat qilish kerak. Ko'proq qiyin muammolarni hal qilishga intilish kerak. Shu orqali u o'sadi dasturchi. Mana misol uchun siz ish beruvchisiz, yoningizda ikkita nomzod bor va ikkalasi ham Java dasturlash tilini biladi. Siz qaysi birini olgan bo'lardingiz va nima asosida ularni saralagan bo'lardingiz? Bu yerda farqlar juda ko'p, faktorlar. Misol uchun ikkita dasturchi keladigan bo'lsa, avvalo ikkalasini ham suhbat qilib ko'raman. Suhbat jarayonida ularni qayerlarda ishlagan, qanday muammolar bilan ishlagan, qanaqa muammolarga duch kelgan va qanday hal qilgan. Shu orqali ularni tajribasini aniqlayman. Faqat tajribani o'zi yetarli bo'lmaydi. Keyingi etap bor, bu ishchini xarakteri, o'zini tutishi. Ya'ni jamoaga kelgandan keyin qanchalik jamoa bilan birga ishlay oladi, qanchalik kompaniya bilan ishlay oladi. U bir oy ishlab turib ketib qoladigan ishchimi yoki juda ham sekin ishlaydigan ishchimi, hokazo. Hamma faktorlarga e'tibor bergan bo'lardim. Buni qanaqa aniqlaysiz? Misol uchun siz birinchi marta suhbatda ko'rib turibsiz odamni, lekin olishingiz kerak. Albatta suhbatda aniqlasa bo'ladi bu narsani. Misol uchun qanaqa savollar bilan? Savollarni ko'proq tajribaga oid savollarni beraman. Misol uchun shu muammoni qanday hal qilasiz savol bersam, u odam sodda yo'llar aytishi mumkin, yo qilib ko'rmagan, yo taxminiy aytib yuborishi mumkin. Dasturlashda suhbatda aldab bo'lmaydi. Suhbat olayotgan odam aniq suhbat berayotgan
dasturchini darajasini aniq biladi. Bu yerda olib qochib bo'lmaydi gapni. O'shaning uchun ham aniq qanaqa darajada ekanligini bilish mumkin. Endi xarakterga keladigan bo'lsak, uni jamoada o'zini tutishga oid savollarni bergan bo'laman. Muammo kelib chiqqanda o'zini qanaqa tutadi? Kompaniya bunaqa holatga tushganda ishchi misol uchun qanaqadir holat bo'lishi mumkin, o'zini qanday tutadi, nima qilgan bo'lardingiz degan savollarni ko'proq beraman. Shu orqali u ishchi qanchalik bizni kompaniyaga to'g'ri keladi, yo'qligini aniqlayman. Java o'nlab yillardan beri mavjud, uning dolzarbligiga nima sabab deb o'ylaysiz? Xo'p, Javaga keladigan bo'lsak, Java ancha yil oldin paydo bo'lgan, taxminan 1991-yillarning boshlarida. O'sha paytdan boshqa tillarga nisbatan qulayliklar, o'zini qulayliklari, yangi sintaksisi bilan farq qilgani uchun tez rivojlanishni boshlagan. Undan keyin Javani sotib olgan kompaniya Oracle rivojlantirishni boshlagan Javani, ya'ni kuchaytirib, kengaytirib, foydalanuvchilarga imkoniyat yaratish. Shu orqali boshqa tillarga nisbatan tez rivojlangan Java. Shu bilan birga Javada qurilgan proyektlarning hajmi shu bilan birga teng oshib borgan. Ya'ni hisoblaydigan bo'lsangiz, Java rivojlangan sari u bilan ishlaydigan texnologiya va tillar, proyektlar oshib ketgan. Jamoa kattalashgandan keyin tilni bazasi, ya'ni kattalashib boshlagan. Bu degani, bu uni ishlatuvchilarga ko'p imkoniyatlar yaratishni boshlagan. Yillar o'tdi, har xil tillar paydo bo'ldi. Ular javachalik ko'p tarixga ega bo'lmagani uchun Javadagi kabi juda ham ko'p rivojlanishga, ya'ni mashhurlikka ega bo'lmadi. To'g'ri, ko'p tillar bor, Javadan kuchli boshqa, lekin ularning bazasi kichkina, communitysi kichkina, ya'ni paydo bo'lganiga ko'p yil bo'lmagani uchun ko'p proyektlarda ko'p ham ishlatavermaydi. Bunga sabablarni aytishim mumkin. Har xil proyektlarda, loyihalarda Javani ishlatilishiga sababi birinchidan ishchi topishning osonligi. Ko'pchilik Javani yaxshi biladi. Ikkinchidan allaqachon yozilgan loyihalar bo'lishi mumkin. U o'nlab yillar oldin yozilgan loyihalar bo'lishi mumkin. 15-20 yil oldin yozilgan loyihalar bor. Bularda Javada yozilgan. Bularni boshqa tilga ko'chirish juda ham uzoq vaqt, qiyinchilik va mablag' talab qiladi. O'shaning uchun Javada yozilgan tillarni, proyektlarni, ya'ni loyihalarni hajmi ko'p bo'lgani uchun, katta bo'lgani uchun Java hali ham dolzarb. Talab bor Javaga. Uni boshqa dasturlash tili siqib chiqarishi mumkinmi? Aniq aytib bera olmayman, lekin Javani eng katta bu konkurenti hisobida bu Kotlinni aytishim mumkin. Kotlin Java bilan bir xil bibliotekalar, ya'ni kutubxonalarni ishlatadi. Sintaksisi juda ham qulay, oson. Hozirda ko'pchilik Kotlinni ishlatishni boshlashgan, lekin Javada o'sha aytganimdek, Javada proyektlar juda ko'p yozilgani uchun hali ham Javaga talab bor. Kotlinda yozadigan dasturchilarni topish qiyinroq va yozilgan Javada allaqachon yozilgan proyektni Kotlin bilan birga ishlatish ham qiyinchilik keltiradi. Shu sababli hozircha bilmadim, aniq ayta olmayman. Agar Java ham rivojlansa Kotlin bilan birga Java qolishi mumkin oxirigacha. Bo'lmasam Kotlinga o'tib ketishadi. Kotlinning qulay tarafi nimada? Kotlin eng mashhur tillarning eng kuchli tarafini olgan. iOS, Swift'dan o'zidan sintaksisini olgan, Javadan olgan, Groovy'dan olgan, Pythondan olgan, ko'p tillardan kerakli eng yaxshi bo'lgan xususiyatlarini yig'gan holatda yaratilgan til. O'shaning uchun Kotlin kuchliroq. Hozirgi paytda qaysi texnologiyalar yoki yondashuvlar sizga istiqbolli ko'rinmoqda? Kelajakda hozirgi paytda biz yangi darajaga chiqyapmiz. Dasturlashda, insonlar hayotida ham bu sun'iy intellekt, artificial intelligence allaqachon dasturlash sohasiga kirib kelib bo'lgan. Ya'ni bu nima degani? Sun'iy intellekt o'zi bir yo'nalish alohida, Python ishlatiladi yo boshqa til ishlatilishi mumkin. Lekin uni yordamida Java va shunga o'xshagan tillardagi muammolar, proyektdagi, ya'ni loyihadagi muammolarni hal qilish imkoniyati mavjud. Allaqachon mana o'zim ham sun'iy intellektdan foydalanaman ko'p sohalarda. Sun'iy intellekt kelajakda rivojlanadi deb o'ylayman. Shu bilan birga unga bog'liq boshqa texnologiyalar, meditsina yoki fizika, matematika hisob-kitoblarni amalga oshirish, kuchli algoritmik muammolarni hal qilish, kosmos bilan bo'lgan muammolarni hal qilish yoki bo'lmasam robototexnika yo'nalishida ham sun'iy intellekt kirib keladi. Eng rivojlanishi kutilayotgan soha sun'iy intellekt. Undan tashqari dasturlashga keladigan bo'lsak, ko'proq hozirgi kunda DevOps yo'nalishi rivojlanyapti. Allaqachon rivojlangan, yana ham davom etyapti. Shu dasturlash tillaridan Java, Kotlin, Go
kabi tillar hozirgi kunda rivojlanmoqda yaxshi. Sun'iy intellekt dasturchilarni faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Dasturchilarga shaxsiy fikrimni aytaman. Dasturchilarga ko'proq yordam beradi sun'iy intellekt ko'p muammolarni tezroq va yaxshiroq hal qilish uchun, lekin to'liq dasturchini o'rnini bosa olmaydi baribir ham hozirchalik. Negaki sun'iy intellektda siz doimo uni rezultatini, sizga bergan javobini tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zini javobini o'zi tahlil qilib finalniy optimalniy variantini beradigan darajada hali yetib kelgani yo'q. Lekin dasturchilarni bozordan siqib chiqarishga sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Sababi yangi kirib kelayotgan junior darajasida, beginner darajadagi bo'lgan dasturchilardan ko'pi ish topishda qiynalishadi. Chunki kompaniyalar unaqa dasturchilarni ishga olishni kamaytiradi. Misol uchun sun'iy intellektni ishlatadigan bo'lsa kompaniya, u orqali 10 ta ishchi olayotgan bo'lsa oldin, hozir sun'iy intellekt yordamida 5 tasi yetarli bo'ladi. Qolgan 5 tasiga ish o'rni kamayishi boshlanadi. Ya'ni ish darajasi kuchliroq bo'lgan dasturchilarga ish topilishi mumkin. Yangi boshlaganlarga qiyinlashib boshlaydi. Ta'sir qiladi albatta. Sizningcha u yordamchimi yoki xavf? Ikkalasi ham. Yordamchi kimga ishni yaxshi tezroq sifatli bitiradigan dasturchi bo'ladigan bo'lsa, unga yangi kirib keladiganlar ham yordamchi bo'lishi mumkin, o'rganishga, boshqa. Xavf tarafidan albatta ish o'rnini olish, ish o'rni qisqarish, ya'ni sun'iy intellektga to'liq ish topshirib bo'lmaydi. Sun'iy intellekt oqibatida yordamida ish o'rnini kamaytirishingiz mumkin. Oddiygina telefon qo'ng'iroqlariga javob beradigan call centerni oladigan bo'lsak ham, sun'iy intellekt yordamida oldin 20 kishi ishlagan bo'lsa, uni sonini 5 kishiga qisqartirish mumkin. Faoliyatingiz davomida sun'iy intellekt agentlari bor ekan. Vibe coding misol uchun foydalanganmisiz? Albatta. Hozir ham foydalanaman. Hamma bilgan ChatGPT, lekin dasturlashga ko'proq men uni ishlatmagan bo'lardim. ChatGPT bu general, umumiy, hamma sohaga kirib keladi. Kodingi ko'proq Cloud AI, Anthropic kompaniyaniki eng kuchlilardan biri. Undan keyin Cursor bor. Cursor AI. Shu ikkalasi hozirgi kunda eng kuchli hisoblayman. Meni fikrim bu. Yana balki bordir boshqalari. Sohaga endi kirib kelayotgan beginnerlar, juniorlar dedik. Mana shu sun'iy intellektlar bilan ko'proq ishlashsa, bu ularga zararga ishlaydimi yoki foydaga deb o'ylaysizmi? Qanday foydalanishga bog'liq. Agar muammolarni hal qilish uchun doim ishlashsa, ayyorlik paydo bo'ladi, dangasalik. Ya'ni bir ishni noldan qilinishni o'rniga tayyor sun'iy intellektga javobni olib qo'yishadi. Bu degani ilmsizlikka olib kelishni boshlaydi. Bu yomon. Agar uni yordamchi sifatida foydalansa, yangi kirib kelayotgan dasturchilar uni tezroq javob berishga, masalani hal qilishga emas, qiynaladigan ba'zi bir savollarga javob topishda, yo'nalish olishda, o'zini yozgan kodini, muammolarini to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirishda ishlatishadigan bo'lsa, bu ularga yordam bo'ladi. Lekin dangasalik, ya'ni dangasa xodim masalaga osonroq yechim topadi degan tushuncha ham bor. Dangasa xodim oson yechim topadi, lekin sun'iy intellekt uning o'rniga yechim topgani uchun har doim to'g'ri bo'lmaydi. Agar siz dangasa bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz tezroq, osonroq yo'lda kod yozishingiz mumkin. Lekin kodni siz yozmasangiz-chi, sun'iy intellekt yozsa-chi? Siz qayerdan bilasiz sun'iy intellekt kod yozganini? Chunki tekshirayotganda bilish juda ham oson. Sun'iy intellekt bergan vazifangizni o'shaga fokus yo'naltirib qiladi. Umumiy ob'yom integratsiyalarni hisobga ola olmaydi hali. U darajada emas. O'shaning uchun ko'rasiz, yozilgan kod proyektni, loyihani boshqa qismlariga to'g'ri kelmaydi, noto'g'riroq algoritmda yozilgan bo'ladi. Shu yerdan inson qo'li tegmaganini sezsa bo'ladi. Oxirgi savolimiz, Java dasturlash tilini endi o'rganayotganlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Java dasturlashni endi boshlaganlarga maslahatim albatta sabrli bo'lishni, hamda o'zini ustida ko'proq ishlashni, komfort zonaga tushib qolishsa yoki demotivatsiya bo'lishsa, bundan chiqib ketishni maslahat bergan bo'lardim iloji boricha. Boshida qiyin bo'ladi. Boshida o'rganish to ish topib birinchi ishgacha qiyin bo'ladi. Hammada ham birinchi ishni boshlaguncha. Shu paytgacha o'rganib, sabr bilan, matonat bilan harakat qilishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Agar o'rganishda, ish topishda boshqada muammo bo'ladigan bo'lsa, yordam so'rash kerak. Ya'ni internetdan mentorlarni, har xil malakali ishchilarni topib, ulardan maslahat so'rashsa yaxshiroq bo'ladi, yo'nalish olishsa. Qanday xatolarga yo'l qo'ymasliklari kerak bo'ladi? Qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak deganda? Xo'p, meni fikrim o'rganish jarayonida shoshmaslik kerak.
ya'ni har xil resurslarga sakramaslik kerak. Undan bundan olib tez bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Ya'ni o'rganishni to'g'ri strukturaga qo'yib o'rganilsa bo'ladi. Ko'pchilik unaqa qilmaydida, xatosi qanaqa? YouTube'dan boshlaydi, hamma ham oxirgi darajada sifatli yozilgan videoni topa olmaydi. Topsa ham noto'g'ri yo'lga kirib ketib qolish ehtimoli bor. Bu birinchisi. Keyingi xatosi ish topishda bo'lishi mumkin. O'rgandi deylik, ish topishga kelganda noto'g'ri yondashadi. Ya'ni ko'pchilik juniorga ish bergisi kelmaydi. O'zini ustida ko'proq ish topishgacha ham ishlash kerak. Ya'ni nimadirlarni qilib, shaxsiy proyektlarni yaratish kerak, loyihalarni o'zini har xil sohada sinab ko'rish kerak. Keyin suhbatga, ishga borganda o'zini shaxsiy qilgan loyihalarini ko'rsatsa, bu ham ularga bitta plyus bo'ladi. Rahmat kattakon. Rahmat sizlarga ham.